Bahrom Sangirov 1966-yilning jazirama avgust kunlarida Baxmalning So'lim go'shasida dunyoga keldi. 1991-yil iqtisodiyot olamining sir asrorlarini Toshkent xalq xo'jaligi institutida a'lo baholarga o'zlashtirgan yosh mutaxassis o'z faoliyatini Baxmal tumani soliq inspeksiyasida oddiy inspektorlikdan boshladi. O'shandan buyon o'tgan 30 yildan ziyod vaqt ichida u soliqchilikning eng murakkab yo'llarini bosib o'tdi. Uning uchun soliqchilik bu shunchaki raqamlar bilan ishlash emas, balki yurt farovonligi uchun mas'uliyatdir. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, har bir tiyinning byudjetga o'z vaqtida tushishini ta'minlash uning hayotiy tamoyiliga aylandi. Men endi bu kasbni shu sevganim uchun, shu kasbni ishlab kelyapman. Hozirgina shu kadr orqasidan, shu jarayon orqasida, tizim orqasida el orasida hurmatga sazovor bo'ldim. Shu to'lovchilar bilan ishlash, muloqot qilish jarayonlariga o'rgandim hammasidan. Shuning uchun birinchi o'rinda shu kasbga e'tibor bo'lsa, hurmat bo'lsa, shu o'z qiziqish bo'lsa, ish jarayoni o'z davom etib ketaveradi. Hech mashaqqatlardan qo'rqish kerak emas ish jarayonida. Ish bor, mashaqqatlar bor, yaxshi kun bor, ularda cho'chimasdan davom etib ketaverishda. Ish hamma inson qilgan ishni inson qiladi albatta. Halol mehnat va sadoqat hech qachon e'tibordan chetda qolmaydi. 2016-yilda Bahrom akaning ko'p yillik zahmatli mehnatlari hukumatimiz tomonidan yuksak baholanib, u shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bu mukofot yillar davomida to'kilgan peshona terining va kasbiga bo'lgan sadoqatning ramzi edi. Oldin davr bilan hozir davr farqi bor. Oldin hammasi hisobotlar qo'lda qabul qilinardi, qo'lda hisoblarga kiritilardi. Hozir hammasi elektron hisobotlar jo'natiladi. Kompyuterga tushyapti, hisoblash o'tiryapti. Shuni vaqtda to'lovchilarga hisobot topshirmaganlarni topshirtirish ta'minlash kerak. To'lov tayyorlamasini qo'yishdi, yo'lga qo'yish aytsa, o'z vaqtida to'lab boradi. Tashkilotlar ham kechki kunlarga peni to'lamaydi. Shu hozir ishimiz ancha oldinga qilganda ancha juda qulaylikka ega. Sharoitlar ham yaxshi, hamma binolar ham kompyuter bilan ta'minlangan. Bugun Bahrom Mahramovich mahallabay ishlash tizimida davlat soliq bosh inspektori sifatida faoliyat yuritmoqda. Uning ish uslubi oddiy. Soliqchi tadbirkorga ko'makchi. Tumandagi 2000 ga yaqin tadbirkorlar uchun u nafaqat nazoratchi, balki eng yaqin maslahatchidir. Uning tushuntirish ishlari natijasida tadbirkorlar soliqni majburiyat emas, balki yurt taraqqiyotiga qo'shilgan hissa deb bilmoqdalar. Hisobotlarni ham o'sha necha yildan beri qabul qiladilar, shunaqa bo'limda, hisobot bo'limida ishlaydilar. U kishi juda ham yaxshi soliqchi. Hamma soliqchilar ham bu Baxmaldagi ishlaydigan yigitlar bari yaxshi yigitlar. Men ishlaganimga 43 yil bo'lyapti. 43 yildan beri sochiq ishlayman. Hammasidan minnatdorman. Hech qaysisi ana o'qigan joyi yo'q. Biror marta bir noto'g'ri gapni gapirmaydi. Faqat to'g'ri gaplar bilan tushuntirib, to'g'ri maslahat berib, to'g'ri ishlarni ko'rsatib, kamchiligimizni vaqti kelganda ko'rsatadi, to'g'rilaydi. Shunday boshqa masalalari yo'q. Hammasi joyida ketyapti. Biror marta hali kechiktirilgan hisobotlar bo'lmaydi. Vaqtida topshiramiz chiqib. Natijalar esa raqamlarda aks etmoqda. Baxmal tumani soliq inspeksiyasi byudjet daromadlari bo'yicha 2025-yil uchun belgilangan 51 milliard so'mlik prognozni 119% ga bajarib, 60,7 milliard so'mga yetkazdi. O'tgan yilga nisbatan tushumlarning 9,8 milliard so'mga o'sishida Bahrom Sangirov kabi fidoyi insonlarning bedor tunlari va tinimsiz izlanishlari mujassam. Bahrom aka nafaqat tajribali mutaxassis, balki mehribon ustoz. Uning o'gitlarini olgan o'nlab shogirdlar bugun tizimning turli bo'g'inlarida xizmat qilmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratish, soliq bazasini kengaytirish va eng muhimi, halollik darsini berishdan ustoz charchamaydi. Ustozimdan juda ko'p narsalar o'rganganman. Juda ko'p nizoli vaziyatlar yoki jumboqli masalalar bo'lsa juda ko'p tayanib, o'sha kishidan ta'lim olib, jumboqlar kelganda, nimalar kelganda, sportni vaziyatlar kelganda u yoqdan to'shni suyanib so'raganman. Suyanib so'rab ishlab kelmoqdamiz. Ustoz baribir urishadi, tanbeh beradi. Tanbehni to'g'ri qabul qilganmiz. Tanbeh boshqaga bosma, noto'g'ri qadam bosma degan maqsadda urishgan. Hatto o'sha kunlari birinchi xafa bo'lganmiz, keyin to'g'ri yo'nalishda qabul qilganmiz. Ustozim umri uzoq bo'lsin, farzandlar rohatini ko'rib yursin. Barcha yaxshi tilaklar shu yoqqa tilab qolamiz. Ustozni o'zi bilimli bo'lishga birinchidan
muomalali bo'lish kerak, shu shogirdlarga o'rnak bo'lish kerak, oilada ham, hayotda ham, ish jarayonlarida ham shu xodimlarga to'g'ri maslahat berib, shu bilganini o'rgatib, shuncha to'g'ri tushuncha bersa, agar to'g'ri qabul qilib, bilmaganlarini o'rganadi. Biz ish jarayonida tajriba orttirib, qanchalik shu o'qishga, ishga jalb qilaversak, ularni xodimlarni o'zida ko'proq ishlasa, iqtisodiy o'qisa, ana shundagina tajribaga ega bo'lib, ustozdan o'tish harakat qilish kerak. Har bir shogird ustozdan o'tmasa, shogird hisoblanmaydi. Zero yurtga bo'lgan muhabbat uning ravnaqi yo'lida sidqidildan xizmat qilishda namoyon bo'ladi. Bahrom Sangirovning hayot yo'li esa bunga eng go'zal misoldir.